Vay kelinlari. Hang ana. Labbi oyijon. Choqirdingizlarmi? Vay, kelinlaringiz bir ham asarchi bo'lib ketibdi-ya, opa. Birisi Navoiydan, birisi Xorazmdan. Uchinchisi qayerdan edi? Voy, o'zizdan Toshkentlik kelin o'zayu. Voy shunaqa terma qilib olganman kelinlarni. Mehmonlar keldi, choy poy deganda, kelin salom degandek. Operatsiya uymi bular? Keliningiz oyog'i og'riyaptimi? Xorazmda shunaqa salom qilishadi. Men yana ijod etdim. Shuni olib chiqaymi mavara? Yaxshi-da. Yaxshi, olib chiqing. Men yarim qarich keliningiz bilan hech chiqish olmayapman. Shikal xolayaptimi bu men bilan? Manangiz tinmaydi. Men salom qilaman, keyin o'z maqsad qilaverasiz. Sekin. Xush kelibsizlar, qoqab bitgan belini uyquga tepib kelaver ekansizlar-da, mayli ham kiraveringlar endi. Ama sağ geldiyizlermi meymallah. Yine ican. Evvelki zamanda buna halla hazreti diyen silere meyle. Gibi o'ylamini son böyle tutga olib beri. Oshqozonga yengillik bo'ladi-da. Opu. Voy kelinlarim hazillashibdi-da. Bu Xorazmni mashhur taomlaridan Navoiylik kelin. Oshxonaga keling, aylanib. Mana keliniz oshxonaga kirsa men sig'mayman. Mana uni desa gapiga tushunib bo'lmaydi. Menga qaranglar, o'zlaringiz bilib ishlarni qilinglar, men cho'zilib yotay. Ne O oldu? yana deydi. O deydi yana. Yana o deydi. Voy bu 05 ki vashi farqi yo'q ekan-ku. Biz bulsam şunun bo'ladi axir. Yo'q. Kelinim yaxshi. Yomon gumonga bormaylar. Bu yerda bir gap bor. Qani. Nima bo'ldi, a? Mama, kelinim nima bo'ldi? Oyjon, shu desangiz tomni tepasidan oy ko'rindi. Ha, o'zim ham sezgandim. Mana bu lalaku qizim. Xotirjam qiladi sizni. Asablaringizni tinchlantiradi. Chunki 100% paxtadan. Voy oyjon, rahmat. Mana bo'lar ekan-ki, borizga shukr oyijonim o'zimni. Chalpakchalaringizga shuncha nam yo'q qilib, maynasiga yetib bormadi. Hav, yine ne oldu bir yatıtı bu cilli tuxum.